Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizbek aka, sanamiz 5-fevral, 4-fevral kuni zadержкасы bilan kechasi 11:30larda kelishdi. Samara shahriga, Sankt-Peterburgdan. Постоянный mijozimiz 3-marta kelyapman deyapti. Уже mana kirdi chiqdilarda qilib bo'ldik. Akam, bilet kimdan olgansiz? Marjon, nechinchi marta kelishdi o'zingizdan? 3-marta. Zayezdingiz mana shu 3-marta kelishingiz bo'yicha jalb bormi aka? Yo'q, hammasi Hamma zo'r, ha, inshaalloh. Chotki. Уже aeroportga yetdingiz. Bir sutkaga olgansiz biletni. Qolgan odamlarga tavsiya qilasizmi? Aziz vatandoshlar, hammasi порядка. Hammasiga gap bo'lishi mumkin emas. mehnatimizdan rozimisiz? Bergan pulingizdan rozimisiz aka? Mashalloh. Biletni necha pulga olgansiz aka? 14,5 mingga. Hamma narsasi ichida. Voy mashalloh. Yo'q, ovqat kirmaydi. Ovqatni endi O'zinglar pulini bersanglar beramiz. Yana bitta savol ekan. Piterdan taksi bilan kelganingiz yaxshimi yoki samolyot bilan Samaraga kelib turib, ozgina mashina yurib kelganingiz? 4 kun 5 kun yurgancha bir sutkada bor, обратно Peterga bo'lganim yaxshi emasmi? Любой tomonlama ekonom qilasiz, vaqtdan, puldan, hamma narsadan ekonom qilasiz. Qiynalmayman. Ha, mashalloh. Qolganlar nima deysizlar akalar? Cho'tka. Siz Ramazondan o'zingiz aytib reklamaydiz. Bo'ldi. Shu bolalar ekan, inanmay zo'r keldi. Bo'ldi, mashalloh. Azizbek aka bemalol jo'nataverasiz.